sifatli antifriz quysangiz ham mana shunaqa zanglab ketyaptimi? Videoni oxirigacha ko'ring, nima sababdanligini tushuntirib beraman. Oldin siz antifriz olayotganda farqlab oling. Ikkita dopisk bor. G11 bor, G12 bor. G11 silikondan tayyorlanadigan ximiyali antifriz. G12 bo'lsa karboksillatdan tayyorlanadigan ximiyali antifriz. Ya'ni ikkalovi bir-biriga aralashmaydigan ximiya bo'ladi. Siz mashinangizda nima antifriz turganini bilmaysizda, yaxshi sifatli antifriz olsangiz ham mana shunaqa zanglab ketadi. Chunki ikkalovi bir-biridan ximiya aralashmagan holatda nakib hosil qilib mana shunaqa zanglataveradi. Bir xilli bo'lsa, kamayib qolgandan keyin disvada yoki suv quyadi, suvda bilasizlar tuz bor. Xuddi shunaqa zanglatib, butun radiator tizimlarini ham o'ziga yopib tashlab, sovush tizimida katta muammoga duch keladi. Shuning uchun e'tiborli bo'linglar. Bu ma'lumot menimcha mashinasi bor hamma insonga foydali bo'ladi. Jo'natib qo'yasizlar, videoga bitta like bosib qo'yasizlar. O'zimizda do'kon ham bor, antifriz sotamiz. Maslahat berib, bu yerda o'zimizda xizmati ham bor, avtoservisimiz. Radiator yamash, almashtirish, pechkani xizmati, shlankalari, sovush tizimini ham promivka qilib, chayib tozalab berish xizmatimiz ham bor. Profilga obuna bo'lsangiz, foydali ma'lumotlarni aytib turamiz. Joningiz omonmiz.